Sirdaryo viloyati Guliston shahrida bozordagi oshxonada gaz ballon portlashi oqibatida 29 kishi jarohatlangani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, hodisa oqibatida 29 nafar fuqaro turli darajadagi kuyish va tan jarohatlari olgan. Shundan 26 nafari viloyatdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi filialiga yotqizilgan. Ulardan 3 nafarning ahvoli qoniqarli bo'lgani bois ambulator yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Shifoxonaga o'ta og'ir qabul qilingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Hozirgi paytda bir nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir bo'lib, u sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Reanimatsiyadagi bemorlardan 5 nafari stabil og'ir holatda. Ular hushida va mustaqil nafas olmoqda. Shuningdek, bemorlardan 2 nafari homiladorligi sababli viloyatdagi respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi filialiga ko'chirilgan. Ularning ahvoli qoniqarli. Qolgan 15 nafar bemorning ham ahvoli qoniqarli bo'lib, ular tegishli bo'limlarda muolaja olmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi har bir bemor salomatligini o'z nazoratiga olganini, shifoxonada bemorlar uchun zarur bo'lgan barcha dori-darmonlar mavjudligini qayd etgan. Avvalroq viloyat ichki ishlar boshqarmasi Kunuzga portlashda 3 nafar kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir kishi qamoqqa olingan.